Hammaga assalomu alaykum. Bugun 22-noyabr kuni oilamizga jajji mehmoncha keldi. Qiz farzandli bo'ldik. Yangi chempionkamiz bizlarni farishtamiz dunyoga kelgan kun bugun. Qizalog'imni ham, meni ham sog'ligim hammasi yaxshi. Bizlarni duo qilib turgan hammaga katta rahmat. Mirzayorova Asila Ubaydulla qizi yengil atletika bo'yicha O'zbekiston Milliy paralimpiya terma jamoasi a'zosi, paralimpiya chempioni va rekordchisi. Chempionkamiz, jahon chempioni. O'zbekiston faxri Asila Mirziyorova onalik baxtiga muyassar bo'libdilar. Kichkintoy Rihannani dunyoga keltiribdilar. Onalik baxti bilan tabriklaymiz jonim. Iloyim bundan keyin yana Allohim berardan qismasdan o'g'il, yana qiz farzandlar nasib etsin deb qolamiz. Doimo baxtingiz shunaqa butun bo'lsin. Hech qachon bo'shashmang. Olg'a faqatgina qadam bosing. Yana bir bora tabriklaymiz. Hozirdan chiroyli qilib kutib olamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Rayhona xonim tashrif buyuryapti, juda mamnunmiz. Iloyim dunyo turg'izsin. Iloyim yurtimiz tinch. Muhtaram prezidentimiz omon bo'lsinlar.